Assalomu alaykum aziz vatandoshlar, bizni kuzatib boruvchi qadrli obunachilar, barchamizga Ramazon oyi muborak bo'lsin. Bu oyda Xudo xolasa sabr qanoat bilan chiroyli holatda kuzatib olish hammamizga nasib qilsin. Do'stlar, hozirda Asaka tumani Qipchoq mahallasida juda ham chiroyli ko'rinishda bo'lgan tunukafonlarimizni yakunlab bermoqdamiz. Dorozda xonasini tashqari tomonlarini hamda ichkari tomonlarini maloshniga shokolad rangdan aralashtirganmiz hamda do'pchalarni esa tilla rangdan ham foydalanganmiz do'stlar. Hozirda vodiy bo'ylab xizmat ko'rsatmoqdamiz. 120 ming so'mdan 135 ming so'mgacha barcha rasxodlar ichida tunukafonlarni qilib beryapmiz. Sizdan bir mahal obed xolos. Hozir roza payti, bu ham ayrim ustalarimiz roza tutadi, ayrim ustalarimiz esa roza tutish olmaydi. Shu holatga qarab turib obed qilib bersangiz bo'ldi do'stlar. Xo'p do'stlar, bu joyga 0.35 qalinlikdan foydalanganmiz. Barcha rasxodlar ichida 135 ming so'mdan qilib berganmiz do'stlar. Xo'p do'stlar, agar siz vodiydan bo'lsangiz bemalol murojaat qiling. Inshaalloh uyingizga ko'rkam bo'lgan tunukafonlarni albatta qilib beramiz. Siz xohlagan rangda, siz xohlagan dizaynda biz tunukafonlarni qilib beramiz. Bizda 100 dan ortiq kataloglar mavjud. Oppoq rang deysizmi, maloshniy rang deysizmi, xohlagan rangdan sifatli tunukafonlardan sizning uyingizga, sizga yoqadigan tunukafonlarni qilib beramiz. Shu ekranda chiqib turgan nomerlarga bog'laning. Agar siz musofirdan kuzatayotgan bo'lsangiz, WhatsApp, Telegram barchasi bor shu nomerda, bemalol murojaat qilsangiz bo'ladi. Biz esa uyingizga boramiz, o'lchaymiz. Agar rizqimiz qo'shilgan bo'lsa, tunukafonlarni chiroyli holatda qilib beramiz do'stlar. Tunikafon baza komandasi sizning ishonchingizni albatta oqlaydi. Agar uyingizni ishonib topshirsangiz, biz esa xuddi shunaqa tunikafonlar bilan uyingizni chiroyli holatda bezab beramiz. Do'stlar, o'zingizni ehtiyot qiling, sog' bo'ling, salomat bo'ling, yaxshi kunlarda ko'rishaylik.